O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 26, 27 va 28-may kungi ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-27 mayda ba'zi joylarda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 26 mayda 30-35 daraja, 27 mayda 25-30 daraja, 28 mayda 27-32 daraja bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.